do'stlar. Mana shu ari bo'ladi. Ari lichinka. Xitoy arini lichinkalari kecha olganmiz. Endi buni suvga yetkazishimiz kerak. Mana do'stlar, lichinkalar. Salom do'stlar. Bu meni ov kanalim. Men o'zim ne'matli yo'lchiyman. Obunachilarimni iltimosiga ko'ra tanishaylik degan ekan. Tanishibsiz hozir 600 tadan oshdi obunachilar. Hammalaringga rahmat. Umrlaring uzoq bo'lsin. Billa ovlarda uchrashganda salom alaykularni uloq bo'lsa bo'ldi. Hammalaringni yaxshi ko'raman. Ovni boshlaymiz hozir. Natija qilamiz, natija bo'lsa ko'rsatamiz. Mana orqada o'zimiz jangchi o'sha tayyor turibdi. Hamma yog'i ichida jihozlar bilan. Bu sherigimizning mashinasi. Sirdaryo, Tepaqo'rg'on karyer degan yeri bor. Yaqin atrofdagi Tepaqo'rg'on karyeriga yaqindagilar kelaverasizlar. Tashda natija bo'lib turibdi, unaqa ko'p emas ilgarigidaqa. Albatta 2-3 ta chevaladagan holat bo'lgan yo'q. Lekin harakat qilganga bitta 2 ta va 3 ta olyapti. Daryo holati. Daryo o'ta go'zal. Shu yoqtirganimiz tortib qolsaydi zo'r bo'lardi. Uni kutib o'tirsang yarim soat, 40 minut kutishga ham to'g'ri kelib qoladi. Mayli, bo'lib qoladi. Kutamiz. Sherik hamma sana bu orolchaga o'tib oldi. Qayiqni damlagan erindim. Suvlardan oldin kelgandim. Tepadan shundan bitta sherigimiz. Şöyle ko'rinadi. Yo'qmi, bitta ushladik. Şu qizil qopda turibdi. Hali oxirida yana birata ushlasak qo'shib video qilamiz. Bu tomoni ham juda o'ta go'zal. Hozir joylardan Zaynabxon kelishadi. Trishotka qo'yardi, trishotka. Bilammi? Ikkinchi balig'imiz bu. Buni sekin avaylab qo'yaveramiz endi. Inakni boshlab kelmasa bo'lmaydi. Uni oldiga kelgan ham yo'q u. Do'stlar, mayda ekan qo'yaverdik, mayli. Endi davrimda yashasin. Sheriklar ham zerikdi. Shu bitta menga tushgancha boshqa tushgan yo'q.
dediysek, yemçiler oval. Oturamiz, kutamiz. Kuşlar bugünkü ikkita natija oldu. Bittasini qo'yib to'g'ri keldi. Judamaydi ekan. Bitta o'sha birinchi bo'lgan natijaga arziydi. Endi qaytamiz. Baliq umuman yurmay qo'ydi. Bunaqa baliqlar shom paytigina juda aktiv bo'lyapti ekan. Mayli, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.